Koreyadagi eng mashhur soch terisini parvarishi uchun 15 bosqichli terapiya haqida gaplashamiz. Birinchi bosqichda maxsus mikroskop orqali bosh terisining yog'lanish va qon aylanish holatini ko'rib, siz uchun maxsus parvarish rejasini tuzishadi. Keyingi bosqichlarda yuzu va kameliya moylari bilan bosh terisini tinchlantirib, stressni kamaytirish uchun aromaterapiya qilishadi. Bosh teringizdagi qichishish va yallig'lanishni kamaytirish uchun o'simlikli davolovchi maska qo'yiladi. Shampun bilan bosh teringiz yaxshilab tozalanib, terapiyaning eng ajoyib qismi bosh va bo'yin qon aylanishini yaxshilash uchun 20 daqiqa davomida massaj qilinadi. Undan so'ng yana bir bor kamera orqali tekshiriladi va bu yerda natijalarni solishtirishingiz mumkin. Maxsus tonik surtilib, soch ildizlari oziqlantirilgandan so'ng soch va bosh terisi quritiladi. Bu terapiyadan keyin shuni tushundimki, sog'lom va chiroyli sochlar avvalo toza va parvarishlangan bosh terisidan boshlanar ekan. Sog'lom va chiroyli sochlar uchun bu terapiyani sizga ham albatta tavsiya qilaman.